biz bu yerda hozir 99% misol uchun Koreyaga ishga boradigan bo'lsak, 15 million to'lovga davlatda ishlagan bolalar borda. Ular kredit olib, misol uchun to'lov qilmoqchi bo'lsa, o'sha kreditni qarab qilsa bo'ladi o'sha narsa. 15 million pul yo'q. Bular hozir davlat nima deyapti? Men bularni borib ishga joylashgungacha hamma narsasini qoplab beray deyapti. Nima shu 15 million? 15 million agentlik to'lovi yigitlar, va alohida men kiraman yana hozir aytdi-ku, deyarli agentlik to'lovlaridan ozod bo'lyapti. 15 million nima? 15 million migratsiya agentligining xizmat to'lovi. Ko'rdingizmi? Mana shuni keyinga qoldirish kerak-da. Keyin daromadlarni olib 3-4 yil ishlagandan keyin beradigan qilish kerak-da bular. Huquqiy jihatdan mana shu talabni bartaraf qiladigan yo'lni qilish kerak. Nodirbek, shunday aytdingiz-ku, ketishidan oldin beraylik dedingiz-ku. Mana bularni masalan ketishi aniq. To'g'rimi? Haqiqatan to'g'ri savol. Oldindan yukni yelkasiga qo'yib 15 million qarz bilan ketayotgan paytida o'ylanib ketmasin-da. Mana shu nuqtai nazardan aytganimda haligi narsa. Bo'ldi, ko'ngli to'q, bemalol ryukzakining ichida onasidan olgan non, asal, magiz, yong'oq bilan ketish kerak-da, 15 million yuk bilan ketish kerak emas. Odamlar bilish kerak, men migratsiya qilyapman, musofir yurtga ketyapman. Orqamda davlat turibdi, orqamda qonunim turibdi, orqamda tizimim turibdi. Menga yordam beraman deyapti. Bitta monomarkasimiz o'zida 2000 tagacha fuqaro bir yilda aytaylik kasb o'rganib chiqadi-da. Bizni fuqarolarimiz u yerga borib noqulay sharoitga tushib qolayotganligi bu bizni o'ylantirish kerak. Tashqi migratsiyaga ketayotgan fuqarolar uchun juda ham katta yengilliklar berilgan. Bu ishchi vizasini olish xarajatlarini qoplash, til sertifikatini olsa, kasb o'rgangan bo'lsa uni xarajatini qoplash. Xorijdagi ish platformamizda o'sha kompensatsiyadan shunday kirib, tezda ariza qoldiradi, shuna qilib kompensatsiyalar qoplab berilyapti. Migratsiya orqali ketadigan bo'lsak, davlatga qanaqadir pul to'lashimiz kerak degan xarajati bor, xarajat ko'payadi. Sizni qo'lingizda kasbingiz bo'lsin xohlayapmiz, qo'lingizda tilingiz bo'lsin xohlayapmiz, hujjatlaringiz to'g'ri rasmiylashtirilsin xohlayapmiz, musofirchilikda qiynalmang xohlayapmiz. Mana shu masalalarga yordam berish uchun biz bordik, tashviqot targ'ibotni kuchaytirish kerak.